Savol. Assalomu alaykum ustoz. Men umr qilib undan keyin shu yerda tijorat qilay degan niyatda Saudiya Arabistoniga mengishga tamshalgan edim. Mangdigan vaqtda kumush olib mangsam Istanbul aerodromidan Jidda aerodromiga normal kiyim kiyib mangsam bo'lamdi yoki cho'qim ihrom bog'lab kirish shartmi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Jiddada ihrom bog'laydigan miqat hisoblanamdi yo'q. Bu vaqtda olimlarning o'xshamagan qarashlari mavjud. Birlikka kelgan qarash shuki, Jiddada turishliq kishilar haj va umr qilmoqchi bo'lsa, Jiddada ihrom bog'lab mangsa bo'ladi. Bular yana bevosita Makkaga kirmay, aylanib mengib boshqa bir ihrom bog'lashga bekitilgan o'rinlarga berib qolsa, shu joydan ihrom bog'laydi. Ixtilof bor tarafi bo'lsa, sirtdan kelganlar Jiddadan ihrom bog'lasa bo'lamdi yo'q degan masaladir. Imom Yusuf Qaradaviy va Saudiya Arabistonining ba'zi olimlari Jiddani ihrom bog'laydigan miqat deb qarashga bo'ladi deb fatvo bergan. Bu vaqtdagi mulohiza va tahlillarga keltirgan dalil paketlarga nazarimizni ag'dirgandan keyin Jiddani ihrom bog'laydigan joy deb qarashga bo'ladi deganga qanoat hosil bo'ladi. Buningga asosan haj yoki umrga borgan kishi Jiddaga tushib aerodromda yoki Jidda shahrida ihrom bog'lasa bo'ladi. Safarga chiqishdan burungi aerodromda yoki aeroplanda ihrom bog'lash ixtilofga duchor qilmaydi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh.